Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar, 3-sinf bolalari. Bugun 131-mavzu Euler-Wien diagrammasini birgalikda ko'rib chiqamiz. Bu mavzuda nimalar bor? Stol o'yinlari, to'plam elementlari, elementlar miqdori. Birinchi misolga qaraymiz. O'yinda qanday shaxmat donalari ishtirok etmoqda? Men qarayapman, ruh ko'ryapman. Otlar bor ekan, ikkita ot bor ekan. Mana bu yerda adashmasam, mana bu fil, mana bu shoxlarimiz va mana bu yerda bitta piyodamiz bor. Piyoda yoki fil, yaxshi ko'rinmayapti. Qaysilari allaqachon o'yindan chiqqan? Ruh o'yindan chiqdi. Ikkita ruh bor ekan, bitta qora va bitta oq. Piyoda bor ekan, ikkita piyoda. Mana bu yerda ham bitta ruh bor ekan, ot bor ekan, farzand va mana bu yerda bitta fil bor ekan. Endi qoida. To'plamlar qulaylik uchun ichida elementlari belgilangan shakllar ko'rinishda tasvirlanadi. Bunday shakllar bir-biriga bog'liq bo'lmagan to'plamlarni tasvirlash qoidasini ishlab chiqqan ikki matematik Jon Wien va Leonardo Euler sharafga Euler-Wien diagrammasi deb ataladi. Chunki bular bir-biridan bexabar holda mana shu to'plamlarni diagrammasini yaratib qo'ygan. Shuning uchun ikkalasi nomiga qo'yilgan. Endi deb ataladi, deyapti mana. A to'plam elementlarini yozyapti. 4, 5, 6, 7, 8, 9. A deyapti. 6 A ga tegishli deyapti. Chunki 6 mana A to'plamining ichida turibdi. 36 tegishli emas, chunki 36 tashqarida turibdi. Endi misollarni birgalikda ko'rish boshlaymiz. Har bir to'plam qanday elementlar tashkil topgan? Nima uchun ba'zi elementlar bu to'plam chegarasidan tashqarida joylashgan deyapti. Endi qaraymiz. Bu yerda qarasak, mana bu to'plamda shaxmat donalar to'plami, mana bu yerda esa shashka donalari turibdi. Shaxmat donalari ichiga shashka donalari kirmaydi, oq va qora bo'lsa ham. Endi bu yerda bilmadim bular nimaligini. O'yin qanaqadir o'yinlar. Mana bu yerda bu ikkalasi puzzle turibdi, menimcha. Bu o'yinlarga kirmar ekan. Endi davom etamiz. To'plamlarni ularning elementlarini sanab o'tish bilan yozing. Har bir to'plam qanday umumiy alomatlarga ko'ra yig'ilgan deyapti. Endi o'zimiz uchun kichkinagina joycha olamiz. Birinchi A to'plamni yozib chiqaman. A to'plamga tegish A to'plamim teng nimaga? 16, 24, 48, 72, 40 bor ekan, 64, 32, 56 va 8. A to'plam elementlarini yozib chiqdim. Bu qarasam elementlarda qanday umumiylik bor? 8 ga bo'linadigan sonlar. 8 ga bo'linadigan sonlar. Bo'linadi. 8 ga bo'linadi. Endi ikkinchisi B to'plamini yozib chiqaman. B to'plam elementlari. Endi O bor ekan, A bor ekan, N, I, U bor, V bor, H bor, T bor, I harfi bor va F harfi bor ekan. F harfi bor ekan. Shu bilan bu alifbodagi harflar to'plami ekan. Davom etamiz. Tenglamalarni yeching. Tenglamaning ildizlari M to'plam hosil qiling. Bu to'plamni Euler-Wien diagrammasi yordamida tasvirlang, deyapti. Birinchi tenglamani ishlayman. X plus 56 teng 82. Bu yerdan x ni topish uchun 82 dan ayiraman 56 ni. X teng 6, mana bu yerda 7 qoldi, 26 bo'lar ekan. Birinchi tenglamamiz ildizi 26 ekan. Ikkinchisi t ko'paytirilgan 4 teng 500. Bu yerda t ni topish uchun 500 ni bo'laman 4 ga. 500 ni 4 ga bo'lganimda t teng bitta 2 ta 125 bo'lar ekan. Keyingi tenglamaga o'taman. Keyingi tenglamamiz y minus 45 teng 18. Y teng 18 plus 45.
qo'shganimda 13, 5, 6, 63 bo'lar ekan. Keyingisiga o'tamiz. M bo'lingan 5 teng 26. M ni topish uchun 26 ni ko'paytiraman 5 ga. M teng 130 ekan. Keyingisiga o'tamiz. 123 minus z teng 45. Z ni topish uchun 123 dan ayiraman 45 ni. Buni ayirganimda mana bu yerda 8, 11 dan 4 ayirsam 78 bo'ldi. Keyingisiga o'taman. Keyingisida 800 bo'lingan n teng nima bo'lar ekan? 4 bo'lar ekan. Demak, n ni topish uchun 800 ni bo'laman 4 ga. 800 ni 4 ga bo'lganimda n teng 200 degan son hosil bo'ladi. Va tenglamlarimizni ishladik. Endi m to'plam hosil qiling. M to'plam teng m to'plamning elementlari 26, 125, 63, 130, 130 dan keyin 78 va 200. Shu bilan keyingi misolga o'tamiz. Hisoblang. Quyidagi suratda berilgan shaxslarning familiyalarini toping deyapti ekan. Har birini ishlab ketamiz bu yerda. Bu misolda ishlashdan oldin men sizlarga bir eslatma qilmoqchiman. Telegram kanalimizda olimpiadalar bo'lyapti. 1 soatlik testda ishlab 50 minggacha pul mukofotlar yutib olishingiz mumkin. O'sha orqali o'z bilimingizni ham tekshirasiz, ham Prezident maktabiga qanchalar darajada tayyorligingizni aniqlab olishingiz mumkin. Misolda boshlaymiz. 567.823 ga qo'shishim kerak 98.430 ni. Bu 666.253 chiqar ekan. Keyingi misolimizda 990 dan ayirishim kerak 904.563 ni. 85.437. 85.437. Undan keyingisi 210.600 bo'laman 50 ga. 4212. Va oxirgisi ko'paytiraman 6012 ni 4 ga. 24048. 24048. Endi bu tomonga o'taman. Bu tomondagi misolda ishlaganimda 13508 ga men qo'shishim kerak 34592 ni. 78.100 hosil bo'lar ekan. Endi ayirish. 650.205 dan ayiraman 645.670 ni. 4535. Endi oxir 434.592 ni bo'lishim kerak 9 ga. 48.288. 295 ko'paytirilgan 60. 17.700. Endi harflarni qo'yib chiqaman. 4212. Mana bu yerga e ni qo'yar ekanman. 24048. 24048. Mana bu yerga e qo'yiladi. 78100 l qo'yiladi. Undan keyin 4212 e qo'yiladi. 48288 r qo'yiladi. Eyler bo'lar ekan. Endiki keyingisi 85437 v qo'yiladi. 4212 e qo'yiladi. 4535 n qo'yilar ekan. n qo'yiladi, bu yerga n qo'yiladi. Eyler Vin. Eyler va Vin degan insonlar ismi, familiyasi kelib chiqdi.
Keyingi misolga o'tamiz. Maktabda 45 ta shaxmat to'plami sotib olindi. 15 ta to'plam shaxmat to'garagi xonasiga qo'yildi. Qolganlari esa 10 ta boshlang'ich sinfga teng taqsimlandi. Har bir sinfga nechtadan shaxmat to'plami olgan? Nima qilaman? 45 dan ayiraman 15 ni. 45 dan 15 dan ayirganimda 30 dona shaxmat to'plami qolibdi. Endi 30 donani men 10 ta boshlang'ich sinfga bo'lmoqchiman. 30 ni 10 ga bo'lganimda har bir sinfga 3 tadan shaxmat to'plami to'g'ri kelar ekan. Shu yerda sizga bitta eslatma qilib ketmoqchiman. Bu misollar faqat siz ko'chirib olishingiz uchun emas. Bu bilimlarni yana ham yaxshi o'rganib, matematika bilimlaringizni kuchaytirishlaringiz uchun, kelajagingiz uchun foydali. Faqat ko'chirish uchun ishlatmang. Iloji boricha har bir misolni qayta ko'rib, mazmunini tushunib oling. Keyingi misolga o'tamiz. Kvadrat tomonlari uzunligi teng tomonli 20 burchakning tomonlari uzunligiga teng. Kvadratning perimetri 12 cm. 20 burchakning perimetrini toping. Endi nima deyapti? Men kvadratni mana bunda kvadrat bor. Endi kvadrat perimetri 12. Demak, mana bu yer 3, 3, 3 va 3. Kvadrat tomonlari 3 ga teng ekan. Qaydan bildim? 12 ni bo'ldim 4 ga. Chunki 4 ta tomon hammasi teng. Kvadrat tomon 3 ekan. Endi 20 burchakning perimetrini toping. 20 ni ko'paytiraman 3 ga. 20 ni 3 ga ko'paytirganimda 60 cm bo'lar ekan 20 burchakning perimetri. 8-misol. Madina maktabga stol o'yinlarini olib borib kelmoqchi. Uning uyida domino, lotto, shashka va shaxmat bor. Madina ikkita o'yinni necha usulda tanlashi mumkin deyapti. Endi qarangizlar bu yerda o'zi jami 4 xil o'yin bor ekan. 4 xil o'yinni qanday tanlasa bo'ladi? Birinchi o'rinda domino bilan lottoni tanlash mumkin. Yoki domino bilan shashkani tanlash mumkin. Yoki domino bilan shaxmatni tanlash mumkin. Shaxmatni. Endi lotto bilan shashkani tanlash mumkin. Lotto bilan shaxmatni tanlash mumkin. Endi undan keyingisi shashka bilan shaxmatni tanlash mumkin. Shaxmat jami nechta? 1 ta, 2 ta, 3 ta bo'lyapti, 4 ta, 5 ta va 6 xil. Nima deganda usulda tanlash mumkin. 6 xil usulda tanlab o'yinlarni maktabga olib borish mumkin. 9-misol. 0, 7, 8 raqamlarni tashkil topgan barcha uch xonali sonlarni to'plamini yozing deyapti. Yozib chiqamiz. Birinchi, sonlar raqamlar takrorlanmaydi deyapti. A'sida nima bo'lyapti? Birinchi 70 bo'ladi, 78 bo'ladi. 80 bo'ladi, 87 bo'ladi. Jami 4 ta. 4 ta elementdan iborat to'plam tuzildi. Endi B'sida nima deyapti? Sonlar raqamlar takrorlanadi deyapti. 70, 77, 78, 80, 87, 88. Takrorlanishi mumkin deganda 77 va 88 ham qo'shiladidan jami bunda 6 ta element bo'lib qoladi. Keyingi misolga o'tamiz. Bir raqamni o'z ichiga olgan ikki xonali sonlardan iborat A to'plam uchun Euler-Venn diagrammasini tuzing deyapti. Tuzib chiqamiz. Tuzsak bo'ladi. Mana bunday o'zimiz uchun diagramma tuzib olsak ham bo'ladi. Mana bunday birinchi diagramma. Bir raqamni o'z ichiga olgan ikki xonali sonlar 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81 va 91. Diagrammani tuzdik. Endi to'plam uchun tuzildi. Keyingi misolga o'tamiz. Bitta qutida 12 ta kubik. Qutilar miqdori 6 ta. Jami kubiklarda ham bitta qutida 12 ta kubik bor ekan, qutilar miqdori 6 ta. Demak, 6 ni 12 ga ko'paytirganimiz jami kubiklar 72 ta ekan. Ikkinchisida 16 ta kubik shuncha, qutilar miqdori shuncha, ya'ni 6 ta demoqchi. 6 ni ko'paytiramiz 16 ga. Bu 96 bo'ladi. Endi jami degan.
Demak, 72 ga qo'shaman 96 ni. 72 ga 96 qo'shgan 8, 16, 168 dona ekan. Shu bilan bugungi 131-mavzumiz tugadi. Sizlarni shu hafta bo'ladigan testlarga taklif qilaman. Har biringiz bilimingizni sinaysiz va bilimingizni sinash bahonasida pul ham ishlab olishingiz mumkin. Testda ko'rishguncha.